Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarga dahshatli falokat haqida xabar kelib tushdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Navoiy viloyati Tomdi tumanida Zarafshon-Navoiy yo'nalishi bo'ylab harakatlanayotgan avtobus yo'l transport hodisasiga uchradi. Bu haqda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot tizimi xabar berdi. Qayd etilishicha, yo'l transport hodisasi 5-yanvar kuni soat 07:40larda Tomdi tumani Toshbildoq OFY hududida o'tgan A379 Navoiy Uchquduq xalqaro ahamiyatga molik avtomobil yo'lining 167-168 kilometrlar oralig'ida sodir bo'lgan. Dastlabki surishtiruvlarga ko'ra, salonida 47 nafar yo'lovchi bo'lgan. Zihong Tongbus rusumli texnik jihatdan soz bo'lgan avtobusni Zarafshon-Navoiy yo'nalishi bo'ylab boshqarib borayotgan 1986-yilda tug'ilgan fuqaro Sheher haydovchi 17 yillik stajga ega. Yo'l boshqaruvini yo'qotib, yo'nalishi bo'yicha yo'lning o'ng tomoniga chiqib ketib, ag'darilib yo'l transport hodisasi sodir etgan. Hodisa oqibatida yo'lovchi sifatida ketayotgan ikki fuqaro olgan tan jarohati tufayli voqea joyida vafot etgan. Turli ko'rinishdagi tan jarohatlar olgan 9 nafar fuqaro tibbiyot muassasalariga yotqizilgan. Hozirda vaziyatni to'liq o'rganish, jabrlanganlar va ularning oila a'zolariga yordam ko'rsatish hamda og'ir oqibatlarga olib kelgan shart-sharoitlarga huquqiy va baho berish maqsadida Navoiy viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan voqea tafsilotlari o'rganilmoqda, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videorolikimiz ostiga bir dona like tugmachasini bosib qoldiring.